Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan yangilangan Chevrolet Matiz haqida gaplashamiz. Bir paytlar shahar ko'chalarining eng mashhur, ixcham va iqtisodiy avtomobili bo'lgan Matiz ilk bor 1998 yilda Daewoo brendi ostida taqdim etilgan va keyinchalik Chevrolet nomi bilan ko'plab bozorlarda sotilgan. Endi esa 2026 yilda u butunlay zamonaviy qiyofada qaytmoqda. Tashqi dizayni ancha o'zgargan. Old qismi keskinroq chiziqlar, LED faralar va yangicha radiator panjarasi bilan jihozlangan. Avvalgi yumaloq ko'rinish o'rniga endi sportiv va dinamik uslub berilgan. Hajmi ixchamligicha qolgan. Bu esa shahar ichida parkovka va tor ko'chalarda harakatlanishni osonlashtiradi. Salon qismi ham yangilangan. Sensorli multimedia ekrani, raqamli panel va zamonaviy rul dizayni mavjud. Smartfon bilan ulanish, xavfsizlik tizimlari va qulay o'rindiqlar kundalik foydalanish uchun yetarli darajada qulaylik beradi. Texnik jihatdan 1,6 litrli iqtisodiy dvigatel yoki yangilangan samarali motor bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Yonilg'i sarfi kam, xizmat ko'rsatish xarajatlari esa budjetbop bo'lishi mumkin. Raqobatchilariga nisbatan Matizning asosiy ustunligi arzon narx, oddiy ishonchlilik va shahar uchun mukammal o'lcham.